11 sinf o'quvchisidan yakshanba kuni qanaqa o'tadi? Kelib birgalikda ko'rib chiqamiz. Ertalab soat 11 gacha uxlashiga narsa bizda уже yo'q. Ertalab soat 8 ga yaqin turib, men o'zim sekin shoshilmasdan zavtrak qildim. Zavtrakka esa o'zim firmenniy lavash. Keyin esa men tayyorlanib, qo'limga ikkita daftarchani olib ko'chaga chiqib ketdim va odamlarni matematikamga tashlab qo'ydim. Hamma biladiganlarim eshitadi va undan keyin voqealar chiqib, safiyaga borib uni analiz qildim. Keyin esa uchimni sentriga qaytadan borib, uni yana analiz qildik. Bu hamma narsa soat 3 ga yaqin уже tugadi va men tezda metroga o'tirdim va oyim bilan odam oldilariga ketdim. Ular esa hammaliklari ekoparkda aylanib yurishgan ekan, men ham ularga qo'shilib oldim. Bitta morojinovni yeb, yana ozgina aylanib va shu bilan biz yana uyga ketdik, lekin uyga borishdan oldin bitta ikkita joylarga kirib o'tdik va undan keyin uyga ketdik. 5:30 ga yaqin biz уже uyda edik, hammamiz ovqatlanib oldik va undan keyin men darsni qilishgan va kitob o'qishga ulgurdim. Va shu bilan soat 8 ga yaqin men opam bilan yana ko'chaga chiqib ketdim. Chunki bugun xolam opam bilan meni kinoteatrga taklif qildi. Sisimolga borib, birinchi bo'lib Galmartga kirdik, o'tdan suv olib, keyin tepadan popcorn, nachos va shunaqa narsalarni oldik. Kechki seansga faqatgina shu kinoni topdik, men просто чисто ради atmosfera ko'rib chiqdim. Bu kino esa настольный tennis sporti haqida edi. Kino o'zi 2 soat ekan, biz 11:30 chiqdik, lekin menda bundan ham kechga chiqish bo'lgan va shu bilan meni bir kunim tugadi. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada shu stiker yozib qoldiringlar. Пока.